Assalomualaikum do'stlar, sizlarмен birga men Rabrin. Do'stlar, bugungi videoda bizlar YouTube'imizdagi videolarning prosmotrini ko'paytirib bo'lamiz. Bu uchun albatta bizga o'sha бағдарлама qajat atab Tuberocket. Endi bu o'zimizning marketda bor. Men жазып qo'ygan. Benim Tuberocket deb qazaverasizlar. Mana aldaringizda chiqdi. Mana menda o'rnatilgan o'sha o'rnatuv bosmasini basamizda asoslar menda bo'lgan ekan, yetgan ekan asoslarda mana bizga ashib yotir. Bu yoqda mana akkauntlaringizga o'zingizning YouTube akkauntlaringizga unutmangizlar. Mana YouTube akkauntim mana buni o'zi sizlarga eng kerak narsa. Sebebi sizlarning o'salaringiz o'sha videolar orqali ko'p 60 sekundlik video ko'rsangiz 60 qo'shilib beradi. So'sha men qo'llangan o'sha yerda qo'llangan mana o'sha video загрузка degan bosasizlarda bunday reklama chiqdi. Sizlarga chiqavergan ekan. Reklama. Mana bizim reklamamız bitti. X batırmasını basamiz. Mana do'stlar, o'shaqa YouTube'ingizga solingan videoning ссылкасын, o'zining ссылкасы copyright o'sha yerga qo'yasizlar. Keyin mana qarangizlar. Menda hozir 67 men qo'llangan mana 1000 prosmotr 60 900 prosmotr 54 48800 prosmotr 10 prosmotring 600 50 prosmotring 3000 do'stlar. Mana 100 prosmotr 6000. O'sha qo'shilib beradi. Endi sekund ko'paytirib bo'lsangizlar mana 600 sekund qadam bor bu. O'zingiz bilasiz qo'llanasizlarmi, qo'llanmaysizlarmi. O'sha videoni ko'rib orqali sizlarga ko'paytirib bo'ladi. Avvalgi men videom undan bo'lsa anatirga like bosib keting. Qo'llab ketingizlar do'stlar. Baringiz aka, do'stlar, bizning videomiz bitti.